Assalamualaikum, hörmətli qarindoshlar. Sharq Turkiston sürgündü hökuməti televiziyasının xəbərlər proqrammasında görüşənlərini qızğın qarşı alırıq. Sharq Turkiston sürgündü hökuməti torda Rais Nashr harakati başlatdı. Birleşken Devletler Teşkilatı Kişilik Hukuk Başlığı Xitayni insan hakları meselelerini hal qilishga chaqirdi. Gollandiya hökuməti Xitayga özek eksport qilmaslikni planlayotganligini aytdi. Cumhuriyetçiler ve demokratçılar Xitayning insan hakları depsençiligiga aloqador bir şirketga jazo yurgizish haqida qaror qilishni talab qildi. Tönde tafsili mazmunlarini diqqətinizə sunumuz. Sharq Turkiston sürgündü hökuməti 8 mart günü torda Rais Nashr harakati başlatdı. Ba'zi bir shaxslar va tashkilotlar Sharq Turkistonliklar va Uyg'ur xalqining haqiqiy arzusini burumlashga arzida bo'layotganligi, shundaqla bu xalqlik milliy masalada aniq va ishonchli Rais Nashr kam bo'layotganligi uchun Sharq Turkiston sürgündü hökuməti va Sharq Turkiston milliy harakati xalqaroga xalqimizning haqiqiy arzusini bildirish uchun torda Rais Nashr harakati başlatdı. Rais Nashrda Uyg'urlarning mayilligini to'g'ri aks ettirish maqsad qilinganlikdan Uyg'urlarning qatnashishi talab qilinadi. Rais Nashr harakati Xitoy Sharq Turkistonliklar orasidagi to'qinishni mustaqil Sharq Turkiston davlati qurish orqali hal qilg'ili bo'lamdi yoki Xitoy hukmronligidagi yuksak avtonomiya orqali hal qilg'ili bo'lamdi degan shaklda elib berildi. Uyg'ur kishilik huquq faoliyatchilari va guruhlari qo'llagan Xinjiangda ishlatilgan murojaatnomaga inkos bildirish uchun Sharq Turkiston milliy harakati 2018-yil 9-oyda Oqsaroyga Sharq Turkiston degan ismni ishlatib murojaatnoma sungan edi. Sharq Turkiston nomi bilan sunilgan murojaatnomaga 109 mingdan ortiq imzo to'plandi. Xinjiang degan nomni ishlatib sunilgan murojaatnomaga 12500 imzo to'plandi. Bu natija Sharq Turkistonliklar, ya'ni Uyg'ur diasporasining mustaqillikka bo'lgan arzusini aks ettirgan edi. 2013-yili Uyg'ur kishilik huquq qurilishi Ilham To'xtaning 2010-yildagi Rais Nashr tekshirishini tashviq qilgan. Ushbu dokladda aran 12,3% Uyg'urlar mustaqil davlat qurganda Uyg'ur Xitoy to'qinishini hal qila oladi deb qaraydi. 81,3% Uyg'urlar yuksak avtonomiya to'qinishni hal qila oladi deb qaraydi deb xulosa chiqarilgan. Ilham To'xtaning Rais Nashr tekshirishining natijasi Sharq Turkiston xalqining haqiqiy arzusini aks ettirmaydi. Chunki Xitoy hukumatining tahdidi ostida Sharq Turkistonda bu xil siyosiy yo'nalishlik Rais Nashrga rostchilik bilan javob berish erkinligi mavjud emas. Ammo Uyg'ur kishilik huquq qurilishi nomussizlarcha bu maqolani Uyg'urlarning arzusiga vakillik qiladigandek tashviq qildi. Dunyoning har qaysi joylaridagi Sharq Turkistonlik jamoat va guruhlar birdek ko'p sondagi Sharq Turkistonliklar mustaqillikni orzu qiladi. Ammo bir qism Uyg'ur kishilik huquq faoliyatchilari va tashkilotlari chet ellik kuzatuvchilar va hukumatlarga Sharq Turkiston xalqining haqiqiy arzusi haqida xato uchur beryotdi. Nurg'un ziyoratlarda Uyg'urlarning kollektiv manfaatiga vakillik qila olamiz degan bir qism Uyg'ur kishilik huquq tashkilotlarining vakillari va yoki o'zini Uyg'urlarning advokati deb atagan shaxs, masalan, Dunyo Uyg'ur qurultiyiga qonun maslahatchisi bo'lgan ham hozirgi Uyg'ur kishilik huquq qurilishining mudiriyat raisi bo'lgan Nuri Turkal qatorliqlar Uyg'ur yoki Sharq Turkistonliklarning mustaqillikka bo'lgan tavranmas arzusini ko'p qatim rad qilib keldi. Ya'ni nomussizlarcha Uyg'urlar mustaqillikni xohlamaydi dedi. Hammamizga besh qo'ldek ayon, Sharq Turkiston mustaqil bo'lmoqcha Sharq Turkiston xalqi haqiqiy hurlikka erisha olmaydi. Bu qatimqi Rais Nashr harakati intayin muhim ahamiyatga ega bo'lib, bu orqali xalqarodagi davlatlarga irodamiz bildiriladi. Birleşken Devletler Teşkilatı Kişilik Hukuk Başlığı Xitoyning Tibet, atalmış Xinjiang va Hong Kongdagi inson haqlari masalalarini hal qilishga chaqirdi. Janubiy Xitoy Atigarlik pochtasining 8 mart kunidagi xabariga qaraganda, Birleşken Devletler Teşkilatı'nın yanıdan tayinlangan inson haqlari komissari Volker Türk seshanba kuni atalmış Xinjiang, Tibet, Hong Kongdagi ahvollardan jiddiy andish qilayotganligini ta'kidlab, Beijingning bu rayonlarga qaratgan tavsiyalarini ishga oshirish uchun konkret qadam olishga chaqirdi. Volker Türk Jenevada qilgan yangi dunyoviy bayonotida Birleşken Devletler Teşkilatı inson haqlari ishxonasining bu joylar bilan munosabatlashish kanalini ochganligini aytdi. O, sobiq bosh komissarning Sharq Turkiston haqidagi dokladidagi Xitoyning keng ko'lamda qalaymiqon tutqun qilish, oilalarni vayron qilish qilmishini qayta tilga olib, inson haqlari faoliyatchilari va advokatlardan tortib nurg'unlagan insonlarning qalaymiqon tutqun qilinishini o'z ichiga olgan fuqarolarning haq-huquqlarining cheklanishidan davlat bexatarlik qonunining Hong Kongdagi ta'siridan qattiq andish qilganligini aytdi.
U bayonotini Birleşken Devletler Teşkilatı qurgan Mustaqil Mutaxassislar Birleşmesi Xitoydagi kishilik huquq dafsanchiligiga qarta intayin andishlanganligini bildirgandan keyin e'lon qildi. İqtisodiy, siyosiy va kultural haqlari komiteti Xitoy amaldorlari va diplomatlari bilan so'zlashgandan keyin dushanba kuni ijtimoiy, iqtisodiy va kultur jihatdagi kishilik huquqining og'ir, sistemli, keng va o'rinsiz cheklamalarga kamsitishga uchraganligiga aloqador tekshirish dokladini e'lon qildi. Sharq Turkiston surgundi hukumati buningga ijtimoiy axborot vositalaridan inkos qaytarib, Xitoyning Sharq Turkistonda yurgizayotgan vahshiylikni irqiy qirg'inchilik deb e'tirof qilishni, Xalqaro jinoiy ishlar sud mahkamasining Xitoyning jinoyatiga qarta tekshirish olib berishiga besim ishlatishni, Birleşken Devletler Teşkilatı'nın irqiy qirg'inchilikning oldini olish va buningga qarshi turish ahdnomasiga amal qilishni talab qilganligini aytdi. CNN Soda xabar torining 8 mart kunidagi xabariga qaraganda, Gollandiya hukumati chorshanba kuni Amerikaning Xitoyga o'zak eksport qilishni cheklashiga ovoz qo'shib, davlat bexatarligini kuchaytirish maqsadida o'zining Xitoyga o'zak eksport qilmaslikni planlayotganligini aytdi. Bu bayonot Gollandiyaning o'zak yasash texnikasini nazorat qilib, Washingtonning Xitoyning o'zak yasash sanoatini oqsitish, harbiy taraqqiyotini ostilishni talab qilgan qonunni qabul qilishdagi tunji amaliy harakati hisoblandi. Amerika oktabrda Amerikaning o'zak yasash saymunining Xitoyga qo'shilishiga qarta keng ko'lamda eksport cheklamasi qo'ydi. Bu cheklimlarning unum berish uchun Yaponiya va Gollandiya, shundaqla Yaponiyadagi asosliq o'zak yasash texnikasini ishlab chiqaradigan boshqa asosliq ta'minlovchilarning qo'shilishiga muhtoj. Gollandiya Savdo ministri Lee Strauss-Schweinmanche parlamentga yozgan xatida bu cheklimlarning yozdan burun yo'lga qo'yilganligini aytdi. Maktubda Gollandiyaning muhim sheriki bo'lgan Xitoy va Yevropaning eng chong texnik shirkati yerim o'tkazgich ishlab chiqaruvchilarning asosliq ta'minlovchisi ASML Holdingning ismi tilga ilinmagan. Maktubda Gollandiya davlat bexatarligini asos qilib, bu texnikani eng tez suratda nazorat qilib boshqarishni zarur deb qaraydi. Kabin davlat kontrol tizimligini o'tirg'a qo'ydi deyilgan. ASML Holdingi DUV'ning ilg'or uskunalarini eksport qilish uchun ijozatnoma olishni iltimos qiladiganligini, buning 2023-moliya yiliga ta'sir ko'rsatmaydiganligini aytdi. ASML kuchli lazer ishlatib, kompyuter o'zaklarining intayin kichik tok yo'li hosil qiladigan $1 million mashinasi bo'lgan tosh matbaa sistemasi bozoriga hokim. Bu shirkat 2023-yili Xitoydagi sotilish miqdorining 2,2 million yevro atrofida muntazam saqlanadiganligini mo'ljarladi. Schweinmanche Gollandiya hukumatining imkon qadar astoydil va keskin oldin olish tadbirlarini yo'lga qo'yishni qaror qiladiganligini, shirkatlarning nimalarga duch kelayotganligini, vaqtida yangi qoidalarni tanishishni bilish kerakligini aytdi. Cumhuriyetçiler ve demokratçılar Xitoyning Sharq Turkistondagi Uyg'ur va boshqa Turkiya xalqlariga qarta yurgizayotgan inson haqlari dafsanchiligiga aloqador bir shirkatga 4 oy ichida jazo yurgizmaydiganligini qaror qilishni talab qildi. Yulduzlar va siziqlar xabar torining 7 mart kunidagi xabariga qaraganda, Texas shtatining raisi Michael McCall va kandidat a'zosi Gregory W. Wicks oldingi hafta 2016-yillik yer shari Magnitsky jazo qonuni bo'yicha Xitoyning Hikvision shirkatining qonun bo'yicha qora tizimlikka kirgizilishining qonuniy o'lchamga uyg'un yoki emasligi to'g'risida doklad berishni talab qildi. Bu qonun prezidentga inson haqlari dafsanchiligi bilan yoki chiriklik bilan shug'ullangan shaxs va o'rinlarga qarta jazolash huquqi berdi. Amerika Savdo ministrligi Hikvisionni Xitoyning Sharq Turkistonda yurgizayotgan irqiy qirg'inchilikni qulaylashtirganlik uchun qora tizimlikka kirgizgan. Qora tizimlikka kirgizilgan shirkatlar davlatning bexatarlik andishisini tashkil qiladi deb qaraladi. Shunga eksportni kontrol qilish ijozatnomasi qattiq talab qilinadi. Federatsiya xabarlash komiteti o'tgan yil noyabrda davlat bexatarlik andishisi sababidan Hikvision xabarlash uskunalarining Amerikaga import qilinish va Amerikada sotilishini cheklaydigan qonunlarni ma'qulladi. Uyg'onish faqatla yumilgan ikki ko'zning echilishidan iborat oddiyla yumib echish harakati emas. Aksicha, bu xiyol tasavvurni o'z kontroliga olgan jimi yaxshi yomon tushlarning solgan tizgin taqoqlarini chaqib tashlab, real dunyoga qaytib kelishni, zehn va ongning turli sun'iy uyqu dorilarining ta'siridan pokizlanib, Tangri yaratgan fitrat bilan tang bizga ato qilingan suzuk va sap idrokni, sagaklikni qaytirib kelishni, put-qo'lni tushakab turib ko'radigan tushlarning aldar ko'sillariga mahliyalikdan bo'shinib,
haqiqiy ma'nodagi hur irodasi bilan harakat qiladigan, reallik dunyosida ixtiyoricha parvoz qiladigan qush misoli erkinlikni, o'zlikni va sop kimlikni qo'lga keltirish qatorliqlarni o'zida mujassam qilgan harakatlarning jug'lanmasidir. Qisqasi, uyg'onish haqiqiy ma'nodagi uyg'oqlikni, oydinlanishni, samoviy nurning illiq taftidan ro'yi uzuq va energiya ilishni, moddiylikning mahbusiga aylanishdan qutulib, ma'naviyatning kamolat martabasi tomon ilgilashni mazmun qilgan insoniy komillikqa yetish harakatidir. Allah bu yo'ldagi tirishchanliklarni xayrlikka vasila qilib bersin. Haq yo'ldagi shoshmaslikni, to'g'rining va haqiqatning izidan yurishni hamisha muvaffaq qilib bersin. Burhan Muhammadning uyg'onish safarida ishq tegishlik tavallar nomli maqolasidan e'landi. Hürmetli ko'ruvchilar, xabarlarimizni ko'rganlar uchun ko'p rahmat. Kelar qitimqi programmamizda ko'rishguncha Allohga omonat bo'lgaysizlar.